Assalomu alaykum azizlar, aziz yurtdoshlar, qadrdonlar, sizlarga srochniy joy o'rin sotiladi to'g'risida videorolik aytsakman. Bu joyni men oldinroq bir 4-5 oylar oldin ham chiqarganman, lekin narxini 75 million deb qo'ygandik. Endi pul muhimroq. Shu yurtimni sotilmagan ekan. Hozir endi nasibasi 60 million deb qo'yacaklar azizlar. Bemalol telefon qilasizlar, xarid etaverasizlar. Videorolikda agarda oldingi qo'ygan videorolikimni sizlarga qo'yib beraman. Şu videorolikda 75 million degan bo'lsam, uzr so'rayman, lekin hozir yecherni montaj etib kirmasdan shu videoni o'zini ko'rib beramanizlar. Sizlar lokatsiyani ko'ringlar, undan tashqari bahosini ko'ringlar. 4 sotik yurtni azizlar, 60 million so'mga ketyapti. Joylari, reklamalari ko'payib ketgandan uspit atomi shuni rekord darajaga yetgan otash TV bizneslari yana bir reklama qo'yadi arzon yurtnilardan so'raganlar uchun. Assalomu alaykum qadrdonlarim, bormisizlar? Musofir eldagilar, u yoqdagilar. Bana qisqacha aytganda hurmat qilib, izzat qilib, shu e'tibora olib, videoni boshidan oxiridan like bosib, kommentariy yozib, dokumentallatib kuzatadigan insonlar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Yana sizlarga xudo xolasa yurtni, ya'ni solingan joylari, chertojlari menimcha ma'qul emas, yurtni topadigan insonlar bo'lsa, yurtni yana xudo xolasa taklif etamiz. Gazi bor yerlardan, lekin xuddi shu oilalarda gaz bor, bemalol sizlar ham yana pasilkalik do'lishatir, do'lishgandan keyin gazni tortib yashab beraverasizlar. Azizlar, bizlar Qazaras tumani Karvakning ayaqindamiz. Osmon Yusuf maktabidan ham ayaq tarafga o'tib kelasizlar, ayaqinda Eg'iz dedilar beri. Karvak Eg'izda joylashgan. Xudo xolasa shular pasilkalik bo'ldi. Bir vaqtlari o'zimiz birlar reklama qildik, yurtnilar yana sotilib yotibdi. Shuda bir dona yurtni bor. 400 kvadrat metr. Shuni sizlarga qisqacha videolik aytamiz. Yurtni o'g'andan keyin uni videoni cho'zib o'tirish shart emas. Hozir bir dona like bosing. Kommentariy yozing, kanalga obuna bo'lib ko'ringlar. Joyi dokumenti taxt, bemalol oldingizga o'tirib olasizlar. Yana bir narsa aytaman, hozir yo'lni ko'ringlar. Yo'lni tamom uzoqdan cho'zib o'tirmadik. Karvakning oyog'i Eg'iz desa hamma biladi. Shuning shuni yaqinroqdan olib beraverdik, shuni o'zining ko'chalarini ko'ringlar. Bundan keyin batafsil videoni davom ettiramiz. Azizlar, xuddi ko'rganlaringiz shu yo'lina kirgan. Yo'li kengligini ko'rasizlar, hozir yurtnilar bo'la to'proqlar bo'lib turibdi. Lekin atab ikki mashina zo'r girib olmashadi. Kelamiz. Shudaki yo'milib turgan yurtni sotiladi. 400 kvadrat metr dedim. Gel yoqlaringizda 400 kvadrat metri o'zlaringiz o'lchab olasizlar. Chiqamiz. Yan boshindagi yurtni fundament bo'lib turibdi bemalol. Sizlar xuddi sho'ri ila shu gömilib turgan, gömilib ham turibdi. Shu gömilib turgan mestani xarid etasizlar, joy solish imkoniyati bor. Endi oxiri shu fundamentni oxirina boramiz. Shuni o'tib kelaveraylik. Sovuq ham hali dumam yozdirgani yo'q. Sovuq ham bor, shuni o'ranib, kurtkalari kiyib, avvallab bo'lmish turibmiz ish qilib. Yana qadrdonlar, oxiri sho'ra keladi buninglar. Sho'ra, sho'ona ketincha. Endi yurtni bodab ma'lumot aytib turibmiz, dokumenti bodadik, dumam cho'zib o'tiramiz videorolikni. Ba'zi qatori ketadi. Arqa tarafi yana bu joylari yo'li xon tarafda bo'ladi. Bu Paxsanariyani yo'l azizlar, xon tarafi zekash ham bor. Gap qisqasi, xarid etinglar. Ekranda telefon nomerlari bor, gaplashasizlar. Narxini aytmadimizku. Hali obloshkada qo'yganmiz daxil. 75 million deb aytib turibdilar, xudo xolasa kelishtirib beraman dedilar. 75 milliondan ham kelishtirib beraman dedilar. Telefon qilasizlar, dokumenti taxt bo'lgan yurtini gömilib turibdi. Unga ham rasxod bo'ladi. Misol gapda. Gap qisqasi 400 kvadrat metr 76 million dokumentli
75 milyona. 75. İyi, undan ham geliştirip beremiz dediler, Xudo xolasa. Har etinglar cho'zib o'tiribman. Yaqinlar tarqatinglar, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmang, ko'raversizlar, obuna bo'linglar. Bu videoni tarqatib qo'yinglar.